Assalomu alaykum Uyg'ur Ozodlik fondi to'pidagi qarindoshlar. Qanday ahvolinglar, yaxshi tudinglarmi, salomat turibsizlar? Endi mushu videoni Facebook'ga mana mushu shaklda qilib ishlab chiqaribdi. Chiqarganlar Uyg'ur qarindoshlar o'xshaydi. Endi buningdagi kishilar birisi Mustafa Islamoğlu, birisi Abdulaziz Beşto'g'roq, birisi Abdukiram Zoir. Yani bir kishini tanımadım rasmini. Kimligini bilmedim. Shularning rasmlarini chiqarib Qur'on menga yetadi deganlarninki qanday azg'un kishilar ekanligi to'g'riliq arabcha so'ziltibdi. Uyg'urcha so'zlab buning ta'siri bo'lmagandan keyin arabcha so'zlasak mushuning ta'siri bo'lib qolarmikin? Chunki bu yerda bu arabcha so'zlayotgan bo'lgandan keyin ta'sir bo'lib qolarmikin deb o'ylab arabcha yanalam nima debdi desa Payg'ambar alayhissalom menga Qur'on berilgan ve Kur'ançı ilim berilgen degan. Birisi aşı Qur'on, birisi aşı hadis şu. Hadisni inkar qilganlar kafir bo'ladi mush hadisning hukmi bo'yicha debdi. Yana birisi qiyomat yaqinlashganda bir turkum odamlar chiqadi. O'rindiqlarga, safalarga, o'rindiqlarga yo'linib o'tirib Qur'onda halol degani halol, harom degani harom, menga mushu Qur'on yetadi deganni so'zlabdi. Çalulab qolgan biz boshqa qarindoshlar to'liqlab qo'ysa bo'ladi. Xato deb qo'ygan bo'lsammi, to'liqlab qo'ysa bo'ladi. Endi Payg'ambar alayhissalomga ular unda demisimi, Payg'ambar alayhissalom unda demisimi, Alloh shunda degan. Biz o Muhammed aleyhisselam'a Kur'an'ı berdik ve hikmetni berdik degan. Kur'an'ı berdik ve hikmetni berdik degan. Bazılar yanalam qapqarısıga şu özünün gipini rast qilish uchun hikmetni aşı sözlügen aşı hadislerge apırıplam eşek yütkep ektidir. Peygamber aleyhisselam'nın bana Kur'an berilgen ve Kur'ançı ilim berilgen degan sözünün mu aşı ilim berilgen degan yani şeye ektidir. Ma Kur'an'daki ma ayetni mi? Ayetni mi? Biz Muhammed aleyhisselam'a Kur'an'ı berdik ve hikmetni berdik degan hikmetni yani şeye ektidir. Lekin şu ikkilisini apırıp şu hadiske eketkenler dünyadaki şu Peygamber aleyhisselam dedi davatkan birisiga çelişengö birisiga qamlashmagan bazılarını Peygamber aleyhisselamның ağızdan çıktı deyishkimi insan numus qiladigan. Peygamber aleyhisselamның emas bazılarını bir adamның senin dadan muşta depti dese ya qo'rq gap qilmaganda mening dadam muşta deydigan odammi deb aşı degan odamga haqorat qilib ketadigan so'zlarni Peygamber aleyhisselamga nisbatlab Peygamber aleyhisselamga haqorat qilib Peygamber aleyhisselamga tökmet qilib Peygamber aleyhisselamның og'zi bilan o'ttirga chiqib qo'ygan. Unda olsa şu ilim berilgan narsa, şu ilim deb ashni apirib aşı ilim berildi degan so'zning ilim qismini bo'lib aşı hadisga apirib olsanglar. Hikmetni apirib aşı hadisga apirib olsanglar. Bunun içinde özenglar itiraf qilmaydigan, inkar qiladigan, bir-birsinglarni itiraf qilmay, bir-birsinglarnikini itiraf qilmaydigan nurg'un qalaymaqan narsa tursa, uning zodi qaysiligini texi isbotlab beramisanglar, isbotlab beramisanglar. Endi bu ikki hadisni akilib, mushundaq da'vatisizlar. Endi ilim berildi degan narsani men sizlardek tushunmayman qarindoshlar. Mushu videoni ishlaganlar sizlarga deb qo'yay, sizlardek tushunmayman. İlim neçe dese Peygamber aleyhisselam şunda akıllık biladigan bir narsani. Allah bildigen şu Kur'an'ni nay to'g'ri tushunadigan, to'g'ri bir taraf qila oladigan, aql bilan bir taraf qiladigan shundoq bir ilg'or kishi. Bu mu bir ilim hamdi Peygamber aleyhisselam berilgan.
Biz Qur'onni berdik va hikmatni berdik degancha desa, hikmat metod. Ya'ni payg'ambar alayhissalomning shu Qur'onni, shu Qur'on o'zi Alloh taqozo qilayotgandek, Alloh o'ylagandek, Alloh qanday bir taraf qil desa, shu shaklda chiroyli bir taraf qilishning o'zini hikmat deymiz. Ajoyib hikmat bilan bir ish qilibdi, ma ishni qilgan odam ajoyib hikmat bilan bir taraf qilibdi deymiz-ku. Peygamber aleyhisselam şu Kur'an'da buyurulgan nersini şu Kur'an'da eğitilgandek hiç kandak çıkırıp etmey, ilip etmey, kime etip koymay, aşırıp etmey, şunda çıraylık bir taraf kılışının özünü hikmet deymiz. Hikmet deymiz. Eğer Peygamber aleyhisselam özünün sözlügen sözlerinin hemmine aşı ilim verilgen diyen söz şu hadis bolsa, şu hikmetning o'zi shu hadis bo'lsa, payg'ambar alayhissalom Qur'on bilan birga bu hadislarning hammani yozdirib manatdi. Hem yozdigan emas. Yozdigan emas. Azroq yezilib qolganlarni Abu Bakr Siddiqning ko'ydirib etganlik tarixlarini hammani biladi mush qarindoshlar. Mushunda arabcha qilib ishlatayotgan qarindoshlar hammani biladi. Umar ibn Xattobning Umar raziyallohu anhu'nun şu hadis qalaymagan hadis rivoyat qilib hadis yozganlarni, uyg'onligini, qamchilaganligini, ularni cheklaganliklardan tortib hammani biladi. Birinchisi payg'ambar alayhissalomning yozdurmaganligini, yozma deb tursa yezilib qolgan ba'zi narsalarning Abu Bakr Siddiq tarafdan ko'ydirib etilganligi, Ömer hadis rivoyat qilganlarni cheklaganliklardan tortib bu tarixlarning hammani biladi bu qarindoshlar. Biladi. Hem de ikinci bir mesele, bular şu Kur'an'ın yetmeydiganligiga, biz yetadiganligiga nurgun ayetni delil kılalayımız. Sure Furqan'ın 26. ayetinden 30. ayetigacha, Sure Enkabut'ның 51-52. ayeti. Ondan başka yana nurgun ayetler isimden çıkıp kaldı. Nurgun ayetler. Sure Zuhruf'ның 43-44. ayetleri. Muş ayetlerinin hemmisi şu dese Kur'an'ın yetadiganligini isbotlab turdi. Sure Furqan'ның 26-dan 30. ayetgacha Kur'an'ni o'ziga yeterli ko'miganlarni Allah azobga tanlagan vaqtda Kıyamet gününe işaret kılıdı şu ayet. Azap tanlığa vaqtda iset. Nima üçün biz şu Kur'an özümüzge yetkendiken Kur'an qılı isilgan bolsaqçı, Kur'an'ı özümüzge yeterli kömegellik sebebidir moş azapqa duçar bolağatımız dep, şularning özünün nalısını, tövbesini, kaygısını esiltidi şu ayet. Sure Enkabut'ның 52-53. ayeti. Muşu tilavet kılınıp turduğan muşu kitap, yani muşu Kur'an sizlarga kifoya qilmadimi degan ayet. Sure Zuhruf'ның 43-44. ayetleri, ayetning nomerlari almışıp qolgan bo'lsa tuzib olsanglar bo'ladi. Bu ayetler Kur'an bilan qiyomat kuni insonni so'roq qildiganligi, Kur'an bilan bir taraf qildiganligi, hammamizning muşu Kur'an bilan Allohning oldida javobgar bo'lganligimizni ko'rsatib turadi. Onundan başka nurgun ayetler, qarindoshlar, nurgun ayetler. Muşu vahiyning yetadiganligi, vahiyga mustahkam esilmaganlarning xatolashib ketadiganligi, payg'ambar alayhissalomning shu Qur'onga chaqirganligi, Oysha raziyallohu anhaninki muşu Qur'on Muhammad alayhissalomning hayoti qandoq deb so'raganda sizlar Qur'on o'qimaganmi? Shu Qur'on shu degan hadislardan tortib hammasi shu desa Qur'onning yetadiganligini isbotlab turdi. Bu Kur'an'ın yetadiganligini Kur'an özü isbotlab turdi. Kur'an so'zlaydi. Kur'an'ni yeterli ko'miganlarning qanday bo'lganligini Kur'an so'zlaydi. Lekin ma hadislar, mush hadisni so'zlayotganlar agar bir tal oyat bo'lgan bo'lsa, buchaq keltirib bizning vatvarikimizni chiqarib o'tadi. Kur'an'ning yetmaydiganligi bir tal oyat bo'lgan bo'lsa, buchaq vatvarikimizni chiqarib o'tadi.
bir tal oyat keltirolmaydi. Chunki qo'rqidi. Alloh yetidi deb olsa yetmaydi deyishdan qo'rqidi. Lekin ma hadisni o'qib, Qur'onni o'ziga yetarli ko'rayotganlarni shayton da'vatganlar Allohdan qo'rqish kerak asli. Allohdan qo'rqish kerak. Qur'onni yetarli ko'rmaganlar ana ashu musha hadisni o'qib turib Qur'onni yetarli ko'rmayotganlar o'zining iymonidan gumon qilsa bo'ladi. Özünün ensirisi oludu. Ben qaysi bir keçki kirip kaldım. Allah bunu yeterlik devasa. Ben ma hadis bilen bunu yetmeydi dep Allah'ın Kur'an'ıga, Allah'ın kalamıga, Allah'ın veyisiga karıştırıp atamana ben. Menin aklım nehek ketip kaldı. Aklım dümbemge çıkıp kaldı mı? Ben bu Kur'an'ı şundak uluglap durup, qadirlab turib men mushu Qur'on yetidi davasa ma hadislar bilan Qur'onni yetidi davatgan Allohning oyatiga qarishtiryapman go deb azroq bir o'ylashni tavsiya qilamiz. Allohdan qo'rqishni tavsiya qilamiz. Hadisni qabul qilmang demadik. Qabul qiling. Qur'on bilan uyg'un bo'lgan hadislarni iling. Qur'onga uyg'un bo'lgan hadislarga hayotingizni tatbiqlab yashang. Lekin Qur'onni o'zingizga yetarsiz ko'mang. Qur'onni yetarsiz ko'rsangiz iymondan chiqib ketasiz. Qur'onni yetarli ko'rganlarni shayton deysingiz, Allohning oyatiga qarshi chiqqan bo'lasiz. Bir tal oyat keltiramaysiz. Bu to'g'riliq. Qur'onning yetarsiz ekanligiga bir tal oyat keltiramaysiz. Ba'zi odamlar Qur'on mujmal degan gaplarni qilyotdi. Yana qildi yaqinda birisi. Qur'onni mujmal deyishdan qo'rqinglar. Allah'tan qo'rqinglar. Allah bu kitap yeterlik. Bu kitap sizlarga kifoya qilmadimi? Bu kitapni shunda tushunishlik, uqumishlik qilib, shunda tafsili bayon qildik da'vatsa, Qur'onni tushungin olmaydi, bilgin olmaydi, hadis bo'lmasa uni tushungin olmaydi, hadis bo'lmasa uning hayotini tatbiqligin olmaydi deganga o'xshash gaplarni qilmanglar. Qo'rqinglar Allohdan bu jihatda. Endi uchinchi bir masala. Bular mo'shu arabcha so'zlatib, arabcha so'zlatsak, bunun ta'siri yaxshi bo'ladi deb arabcha so'zlatyapti. Arabcha so'zni kirishtirib qo'yapti. Voy, o hadislarning hammasi arabcha to'g'ri. Bu Qur'on arabcha nozil bo'lgan. Muhammad alayhisalom arab bo'lgandan keyin shu arabning tilida nozil bo'lgan. Qur'onda oyat va har qanday bir payg'ambarni biz tanlagan bo'lsak, bir qavmning ichidan shularning o'zining tilida gap qildigan qilib, o'zining tilida kitob nozil qildik ularga. O'zining tilida vahiy nozil qildik degan oyat va shu o'zining til arabdan tanlagan bo'lgandan keyin Muhammad alayhisalomni arabcha bu Qur'on. Uyg'urdan tanlab qolgansa Uyg'urcha bo'ladi. Endi arab so'zlab qolganlik uchun bu to'g'ri so'zlayotgan bo'lmaydi. Neçi vaqtni yağış sizlar so'zlagan shu hadislarni tarjima qilib so'zlagantinglar. Buning qarta men gap qildim, boshqa qarindoshlarim gap qildi. Buning qarta oyat dalil qilinmasin, endi arabcha so'ziltib o'tirga chiqibsizlar. Endi sizlarga men bir narsani deb beray. Boshqa bir millat aramızdan boshqa bir bizning aramizga kelib, musulmonlarning orasiga kelib boshqa bir millat sizlarning dininglarni o'rganish uchun nima ish qilishim kerak desa, Qur'onni berasiz uningga. İngiliz tili bilamsa desa, inglizcha, qaysi tilni bilsa desa, bir tilni desa, boshqa bir tilda so'zlaydigan bir millat kelsa, shu tilda tarjima qilingan Qur'onni berasiz. G'arb dunyosida deb turayli, Yevropalikdan birisi men shu dinga kiray degandim, bu dinni o'rganish uchun nimadan o'rganaman desa, Qur'onni berasiz. Endi o Qur'onni o'rganib chiqqandan keyin Qur'onning ko'rsatmishi bo'yicha Allohga ishinib, payg'ambarga ishinib, kitoblarga ishinib, farishtalarga ishinib, qiyomat kuniga ishinib, aroq ichmay, zina qilmay, to'ng'iz go'sht yemay, haqning haqqini yemay, o'g'irlik qilmay, tuhmat qilmay, g'iybat shikoyat qilmay, Qur'on ko'rsatgan halol haromga diqqat qilib shunda chiroyli yashayotsa, keyindan qo'pab siz bir yerda sizning shu o'zingiz shuni Qur'on bilan shu dinga da'vat qildingiz. U shu Qur'onning ko'rsatmishi bo'yicha shunda go'zal bir odam bo'ldi, u Allohni tunidi, halol haromga diqqat qildi. İnsaniyatning manfaati uchun yaxshi ish qilsam qiyomat kuni menga savob beradigan Alloh deb yaxshi bir insonga aylandi.
Aylandi. Zina qilmaydigan bo'ldi, o'g'irlik qilmaydigan bo'ldi, arqishmaydigan bo'ldi, qimor o'ynamaydigan bo'ldi. Qimor o'ynamaydigan bo'ldi. Kishining haqqini yemaydigan bo'ldi, suxanchilik qilmaydigan bo'ldi, yolg'onchilik qilmaydigan bo'ldi. Qalaymaqan odam o'ltirmaydigan bo'ldi, og'izni buzmaydigan bo'ldi. Qur'on ko'rsatgan bo'yicha bir axloqqa ega bo'ldi endi u. Ega bo'lib bo'lgandan keyin sizning mushuning o'xshash darslaringizni anglasa, bu Qur'on yetmaydi, bu Qur'onga ergashgan odam shayton bo'ladi. Shayton bo'ladi. Ozg'un bo'ladi. Bu Qur'onga ergashgan odamning xotni taloq bo'ladi. Mushu Qur'onni o'ziga yetarli ko'rgan odamning xotni taloq bo'ladi degan darsingizni anglasa, bu Qur'onni meni dinga chaqirish uchun bermabdiki. Ma Qur'onga ergashgan odam, Qur'on bilan manga odamning xotni taloq bo'ladi da'vatida ma'vo. Shuning qaraganda bu go'y mening uyamni buzish uchun bu dinni o'gitib deganda deb qolmasin, qarindoshlar, deb qolmasin. Ma dinni, ma Qur'onni, ma islom dinini, ma Qur'onni bu darajada töven tushirib etmanglar. Bu Qur'onni o'zinglarga bu darajada yetmaydigan ko'manglar. Allah'tan qo'rqanglar, ma dindan chiqib ketib kafir bo'lib ketishingizdan qo'rqanglar. Qo'rqanglar. Mushu Qur'onni yetarli ko'rmaganlarning qanday bo'ldiganligi to'g'riliq oyat dalil qilib qo'ydim. Qur'onni yetmaydi deydiganga bir tal oyat akab yiqinglar. Ma Qur'ondan insonlarni jiroqlashtirish uchun, mushu Qur'ondan jiroqlashtirib dindan chiqarish uchun o'ydirib chiqqan hadislarni sizlar men iymon da'vosi qilib turib, men musulmon deb turib, Qur'onga qarshi mush hadislarni o'qishdan qo'rqanglar, qiyomat kuni javob berib qolsizlar. Maning javobi eg'ir, maningdan hisobdan o'tolmaysizlar qiyomat kuni.